Ma'lumot uchun, Dark Web bu internet olamining oddiy foydalanuvchilar uchun ko'rinmaydigan yopiq qismi. Unga maxsus dasturlar orqali kiriladi va qonun bilan taqiqlangan istalgan virtual amaliyotni qo'llasa bo'ladi. Mualliflik huquqi bilan himoyalangan fayllarni tarqatish deysizmi, qurol va narkotik savdosi, terrorizm va axborot maydonidagi jinoyatlar shular jumlasidandir. Xullas, 15 million O'zbekiston fuqarosining ma'lumotlari hozir aynan mana shu jungli qoidalari amal qiladigan internet maydonida katta xavf ostida turgan bo'lishi mumkin. Kiberxavfsizlik markazi esa mazkur holat bo'yicha o'rganishlar olib borilayotganini va holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etilishini ma'lum qildi. Gaz hozircha fuqarolarga shaxsiy ma'lumotlarni boshqalarga oshkor etmaslik, davlat va boshqa elektron axborot tizimlariga kirishda murakkab login va parollardan foydalanish hamda shubhali havolalar orqali o'z ma'lumotlarini qayergadir kiritishdan saqlanish kabi navbatchi tavsiyalar berish bilan cheklanmoqda. Ular qatoriga universitetlar, siyosiy partiyalar, kommunal to'lovlar platformalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda eng muhimi Ichki ishlar vazirligining kadrlar tizimi kiradi. Mazkur server raqamli hukumat tizimida foydalanuvchilarni aniqlash uchun qo'llanilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu buzilgan serverlardan 15 milliondan ortiq foydalanuvchilarga oid ma'lumotlar o'g'irlangan. Ayni damda ma'lumoti o'g'irlangan o'zbekistonliklarning ism-familiyasi, yashash manzili, tug'ilgan sanasi, telefon raqami, elektron pochta manzili va eng xavflisi pasport serial raqamlari va bunga qo'shimcha tarzda kasallik varaqasi nusxalari ham tashqariga chiqqan. Shunda shaxsi sir saqlanishni xohlagan mutaxassislardan biri haker bilan bog'lanishga harakat qilgan. Haker esa bu ma'lumotlarni 200 ming yevro evaziga o'chirib yuborishi va ularning tarqatilishiga sabab bo'layotgan xatolikni bartaraf etishga yordam bermoqchiligini ma'lum qilgan. U bu summa ichida 80 ming yevroni faqat Ichki ishlar vazirligi ma'lumot bazasi uchun so'ragan. Hakerning ma'lum qilishicha, u 5 kun oldin kiberxavfsizlik hodisalariga chora ko'rish xizmati USCERT xodimlari bilan ham bog'langan. Ularga ham aynan shu summa aytilgach, boshqa hech kim hakerga aloqaga chiqmagan. Bunda birinchi navbatda sizning barcha shaxsiy ma'lumotlaringizga kirish imkoni bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar e'tibor markazida bo'ladi. Tashqari, O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi hamda O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi tizimlari ham bundan mustasno bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Statistika qo'mitasi, Soliq qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi o'z tizimlariga tashqi manbalar orqali buzib kirilmaganini ma'lum qildi. Bir so'z bilan aytganda, ro'yxatga olish silliq tarzda kechganini da'vo qilmoqda. Ta'kidlanishicha, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari to'liq himoyalangan bo'lib, ro'yxatga olish jarayonida hech bir fuqaroning fotosurati olinmagan va ma'lumotlar bazasiga ham rasm yuklanmagan. Qo'mita undagi ma'lumotlar milliy axborot xavfsizligi talablariga muvofiq qat'iy muhofaza ostida ekanini qayd etdi. Aytilishicha, hozirda barcha interaktiv xizmatlar va axborot tizimlari belgilangan tartibda barqaror va uzluksiz faoliyat ko'rsatmoqda. Ko'ra, vazirlikda saqlanayotgan shaxsga oid ma'lumotlarning daxlsizligi buzilmagan va tashqi manbalar orqali kirish holatlari aniqlanmagan. O'z o'rnida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tarmoqlardagi shov-shuvli xabarlardan so'ng o'zining rasmiy munosabatini e'lon qildi. Dastlabki o'rganishlar natijasiga ko'ra, mazkur holat avval faoliyat yuritilgan eski ma'lumotlar bazasiga taalluqli. Agentlik o'z izohida ayrim axborot saytlarida e'lon qilingan xabarlar holatning haqiqiy mazmuniga mos kelmasligini ham qo'shimcha qildi. Har bir fuqaro uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlangani haqidagi tashvishli xabarlar ko'pchilikni sarosimaga soldi. Jamoatchilik faollarining bunga munosabati ham turlicha ko'rinish olgan. Kimlardir bo'lgan ish bo'ldi qabilida fuqarolarga endi o'z xavfsizligini o'zlari qanday ta'minlash kerakligini o'rgatayotgan bo'lsa, boshqa jamoatchilik faollari hukumatni teshik tog'orasini yopishga undamoqda. Tan olish kerak, bu holat uchun javobgar bo'lgan tuzilmalarga yog'dirilayotgan shu kabi keskin tanqidlarning aksariyati o'rinli. Aholini kiber maydondagi xavfsizligini ta'minlashi kerak bo'lgan kiberxavfsizlik markazi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi kiber jinoyatlar bilan shug'ullanuvchi bo'limlar o'z vazifasini eplay olishmadi. Yaqin o'tmishda ayrim kompaniya yoki korporatsiyalarning ma'lumotlar bazasini buzishga erishganlar ulardan $1 million kam so'rashmagan. Agarda haker O'zbekistondan so'rayotgan pul 200 ming yevro ekanini hisobga olsak, uni ambitsiyasi oshqozoni va shu bilan birga potensiali ham unchalik katta emasligini anglash mumkin.